Assalomu alaykum efirlar, charchaymizlarmi? Akvariumni tuzlash jarayoni boshlandi. Shu o'rinda bitta maslahat berib ketaman. Tuzni sovutganda ko'p miqdorda solmasdan, shunaqa kichkinaroq idish olsanglar, sekin-sekin shoshmasdan qilsanglar, tuz уже pastga tushguncha ko'p miqdori erib ketadi. Keyingi уже tuzni olguningizcha qolgan hammasi erishga ulguradi. Juda ham ko'p miqdorda soladigan bo'lsanglar, tuzni erish ehtimoli kamayib ketadi va pastda juda ham katta erimagan tuz qoldiqlari qolib ketishi mumkin. Shuning uchun sabr bilan sekin-sekin qilganinglar yaxshi, shuni maslahat beraman. Iloji boricha yaxshiroq, sifatliroq tuz ishlatganinglar ma'qul. Xo'p, ikki maslahat beraman. Erishi juda ham zo'r, sifati juda ham yaxshi.